O'zbekistonda xalqaro Qur'on musobaqasi o'tkazilayotgani, dunyoning turli mamlakatlaridan kelgan qorilar yurtimizda bellashayotgani, g'oliblar va ularning ota-onalari davlat tomonidan taqdirlanayotgani haqidagi xabarni hali eshitganimiz yo'q. Lekin nega bunday xabar bizga g'ayrioddiy tuyulishi kerak? Yaqindagina ichkilikbozlik festivali tashkil qilingan yoki o'tgan yili hindularning Holi bayrami nishonlangan yurtimizda nahotki shunday musobaqa o'tkazish qiyin bo'lsa, esingiz joyidami? Qanday qilib O'zbekistonda xalqaro Qur'on musobaqasi o'tkazilishi mumkin deyishga shoshilmang. Garchi keyinchalik qori va qoriyalar tegishli idoralarga chaqirilib, so'roq qilingan bo'lsa-da, 2018-yilda O'zbekistonda Qur'on musobaqasi o'tkazilgan yodingizda bo'lsa kerak. O'shanda vatandoshlarimiz qalbida kelajakka umid paydo bo'lgani ham bor gap. Uyda ikkita yosh bolaga Allohning kalomini o'rgatgan vatandoshlarimiz turli xil qiynoq va qamoqlarga ro'para bo'lgan qora kunlar ortda qolgandek edi. Mana minglab kerak bo'lsa 5000 dan ziyod qorilar mana shu yurtimiz bo'ylab musobaqalashdi. Bunga biz hammamiz Allohga hamd aytishimiz kerak. Bugun ham shunga o'xshash tadbirlar tashkillashtirsak, Kreml, Pekin yoki G'arb islomofoblari boshimizni olarmidi? Bundan 35 yil muqaddam mustaqil bo'lgan bir musulmon davlat sifatida o'z qadriyatlarimiz asosida yashashga haqqimiz yo'qmi? Albatta ha, faqat bizda xohish, harakat va biroz jasorat topilsa bo'lgani. Ijtimoiy tarmoq faoli huquqshunos Botirjon Shermuhammad ham xuddi shunday oddiy musulmon orzusidagi tashabbus bilan chiqibdi. Andijon mutasaddilari uchun tekin va milliardlik g'oya deyiladi huquqshunosning Facebookda e'lon qilgan postida. Agar Andijonni ziyorat turizmi markaziga aylantirish va sayyohlar oqimini keskin oshirish kerak bo'lsa, mana sizga tayyor va juda samarali yechim. Andijonda dunyo qorilari musobaqasini tashkil qilish lozim. Xo'sh, nega aynan Andijon? Bunga asoslar yetarli va juda mustahkam. Azaliy ilm maskani. Andijon azaldan ulamolar, fozillar va minglab Qur'on hofizlarini tarbiyalagan muqaddas tuproq. Bu yerda ilmiy va ma'naviy muhit juda kuchli. Muftiylar beshigi. Zamonaviy O'zbekiston din peshvolarining, xususan 3 ta muftiyning aynan Andijondan yetishib chiqqani bejiz emas. Geografik qulaylik. Farg'ona vodiysi va qo'shni respublikalar, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston aholisi uchun Andijonga kelish nihoyatda qulay. Bu loyiha Andijonga nima beradi? Turizm portashi. Musobaqa bahona qo'shni respublikalar va butun islom dunyosidan minglab ziyoratchilar va turistlar oqib keladi. Iqtisodiy jonlanish. Mehmonxonalar, umumiy ovqatlanish joylari, transport va milliy hunarmandchilik sohasi misli ko'rilmagan darajada daromad ko'radi. Ma'naviy baraka. Eng muhimi, bunday xayrli va ulug'vor ish ortidan yurtga cheksiz baraka yog'iladi. Tashkilotchilar esa ulkan ajr va savobga ega bo'lishadi. Ushbu g'oyani yuqori saviyada, zamonaviy marketing trendlaridan foydalanib tashkil etilsa, Andijon dunyo xaritasida ziyorat turizmining eng qaynoq nuqtalaridan biriga aylanadi. Mas'ullardan faqat iroda va harakat talab etiladi, deb yozadi muallif. Shunda ichimizdagi fitnachi yana tilga kirib, esingizni yeb qo'yibsiz, O'zbekiston dunyoviy davlat, unda diniy mazmundagi tadbirlar tashkil etilmaydi. Yurtimizdagi hindlar endi biz ham o'zimizning bayramimizni o'tkazamiz deb qolishsa-chi, unda nima qilamiz deydi. Biz esa unga qo'ysangchi birodar, nima osmondan tushganmisan, axir ular shundoq ham o'zlarining buddizmga oid bayramlarini vadavang qilib o'tkazib yotishibdi-ku deymiz. Keling, o'tgan yili ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir xabarga e'tibor qaratamiz. Poytaxtimiz Toshkentdagi Anhor parkida hindlarning Holi bayrami keng nishonlandi. Balki bu yil ham ushbu tadbir xuddi piva festivalidek an'anaviy tarzda o'tkazilsa ajablanmaymiz. Holbuki ancha yil avval Yale universiteti falsafa doktori Ariel Sofia Bardi dunyo bo'ylab Holi bayramining keng nishonlashga bo'lgan urinish siyosiy maqsadlar bilan bog'langanini e'tirof etgandi. Hindistonda bu bayram siyosiylashtirilgan bo'lib, ayniqsa muhim siyosiy g'alabalardan keyin uni nishonlash milliylik tusini olgan. Voqelikka nazar tashlasak, Ariel Badrining xavotirlari o'rinli bo'lib chiqadi. Do'ppini boshdan olib, yurtimizda bo'layotgan voqealarni tahlil qiladigan bo'lsak, hindlarning siyosiy va madaniy ekspansiyasi yaqqol ko'rina boshlaydi. Hatto o'zbek televideniyasi va shou biznesi ham ushbu mafkuraviy hujum qurboniga aylangan. Misol uchun Milliy TVda hind san'ati va madaniyati, xususan diniy ramzlarni keng targ'ib qiluvchi hindi shou mavsumli ko'rsatuvlari namoyish etildi. Sevimli telekanalida esa Bollywood Battle nomli 5 ta
mavsumdan iborat ko'ngilochar ko'rsatuv tashkil qilindi. Bundan tashqari boshqa telekanallarda ham turli dasturlar va shoular orqali Hind madaniyati va san'ati keng targ'ib qilinmoqda. Unda milliy estradamiz vakillari, nomdor san'atkorlar va shou biznes vakillari jonbozlik ko'rsatib, xalqimiz orasida Hind madaniyatini keng yoyishga hissa qo'shib kelmoqdalar. Ushbu tadbirlarning har birida Hindiston elchixonasi vakillari yoki madaniy arboblari mamnuniyat bilan ishtirok etayotganini, o'zbek xalqining hind liboslari, raqsi va an'analariga bo'lgan cheksiz muhabbatidan xursand ekanligini yashirib o'tirmayapti. Shunday ekan, botil hinduiylik targ'ibotiga ochilgan yo'llar nega ota-bobolarimizning dini bo'lgan islomga ochilmasin? Yoki dunyoviy davlatimizda davlat bilan dinning bir-biridan ajratilgani, diniy tartib-qoidalar va rasm-rusumlar, cheklovlar va taqiqlar faqatgina bitta din, islomga qarshi qaratilganmi? Axir o'zingiz o'ylang, nasroniylar farzandlari diniy seminariyalarda ta'lim olishi, cherkovlarda diniy ekspertizadan o'tkazilmagan diniy adabiyotlar sotilishi, hinduiylar o'zlari uchun harom bo'lgan mol go'shti sotilmaydigan restoranlar ochishi, buddaviylar yoki hinduiylar jamoat joylarida, ko'cha-ko'yda va universitetlarda diniy bayramlarni keng nishonlashi mumkin. Ammo bu narsalar musulmonlar uchun mumkin emasmi? Musulmonlar o'z restoranlarida o'zlari uchun harom bo'lgan spirtli ichimliklarni sotishga majburlanmasin. Farzandlari diniy ta'lim olishdan cheklanmasin. Eid bayramlarida jamoat parklarida bemalol takbir aytib xursandchilik qilishsin. Televideniyaga chiqib, nashidlar aytib, boshqa musulmonlarni ham bayramlari, juma ayyomlari bilan tabriklashsin. Axir erkinlik deganda har kimning o'z diniga bemalol amal qilishi tushunilmaydimi? Aytgancha, islomga keng yo'l ochib bo'lmaydi deb o'ylaydiganlar uchun eslatib o'tamizki, bugungi kunda hinduiylik dini ekstremizm eng keng quloch yoygan mafkuralardan hisoblanadi. Hinduiylik ekstremistik guruhlari, masalan, Shiv Sena yoki Rashtriya Svayanseavak Sangh diniy ozchiliklarga, ayniqsa musulmonlar va nasroniylarga qarshi ko'pincha tajovuzkor harakatlar amalga oshiradi. Bunday ekstremizm asosida milliy va diniy taassub yotib, ko'p hollarda zo'ravonlikka, masjid va cherkovlarga hujumlarga, ijtimoiy notenglikning kuchayishiga olib kelmoqda. Shuningdek, hinduiylik tarafdorlari mamlakatdagi ko'p madaniyatlikni rad etib, diniy bag'rikenglik tamoyillariga qarshi chiqishlari bilan ham tanilgan. 2020-yilda Hindistonda diniy mojarolar soni 857 taga yetgan, halok bo'lganlar soni 112 nafarni tashkil etgan. Bu ko'rsatkichlar hinduiylikda diniy ekstremizmning jiddiyligini ko'rsatadi. Xulosa qilib aytganda, yurtimizda turli madaniyatlar, turli bayramlar va turli g'oyalarning namoyon bo'lishiga imkoniyat berilayotgan ekan, xalqimizning asrlar davomidagi ma'naviy tayanchi bo'lgan islomiy ta'lim va tarbiyaga ham keng yo'l ochilishi kerak. Qur'on musobaqalari, hofizlar anjumanlari va shu kabi ma'rifiy tadbirlar hech kimga tahdid solmaydi. Aksincha, ular ilmni, axloqni, ma'naviyatni va ezgulikni targ'ib qiladi. Bunday tadbirlar orqali O'zbekiston nafaqat o'z fuqarolarining orzu-istaklariga quloq tutadi, balki butun islom olami bilan ma'naviy aloqalarini ham mustahkamlaydi. Millionlab musulmonlar yashaydigan mamlakatda Qur'on qiroati yangrashi, hofizlar e'zozlanishi va diniy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilishi g'ayri-tabiiy emas. G'ayri-tabiiy holat xalqning e'tiqodi, tarixi va qadriyatlari bilan bog'liq ehtiyojlarga taqiq qo'yilishidir. Xo'sh, shunday ekan, aholisining katta qismi musulmon bo'lgan O'zbekistonda xalqaro Qur'on musobaqasi yoki hijob festivali o'tkazilsa nimasi yomon? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.